Do'stlar, xushxabar, bu haqiqat ekan. Boshida men ham ishonmagandim. Can I get some information from you? Any last signed contract with Uzbekistan Immigration Center? I am Insta blogger. I wanna check out this information. Yes, Uzbekistan working with USA Farm Labor is true. Is it true? It is true. We have signed a contract. Bu xabarni haqiqatligiga ishonmagan edim va bu haqiqat ekan. Biroz oldin US Farm Labor uyushmasiga telefon qildim. Bu uyushma O'zbekistondagi fermerlar uyushmasiga o'xshagan tashkilot va bular bilan gaplashdim. Ha, bu haqiqat ekan. Yaqinda O'zbekiston bilan shunday turdagi kontraktni imzolashgan, shartnomani imzolashgan ekan. 10 oylik viza berilar ekan. Mavsumiy vizalarga, xo'p, viza turi H2A degan viza bo'lar ekan, lekin viza topshiruvchilarni qattiq tekshirar ekan. Ular taklif qilayotgan oylik 3,5 ming deb O'zbekiston tomoni aytayapti. Bular tomoni hali oylik masalasida gapirishmadi. To'g'risida ham men batafsil ma'lumot olib, keyingi videolarimda e'lon qilib boraman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Amerika haqidagi eng so'nggi yangiliklarni mana sahifamda kuzatib olishingiz mumkin.